Bugun yolg'onlar to'g'risida gaplashamiz. Juda ham ko'plab insonlar orasida ommalashib borayotgan yanada bu feromon mavzusi. Feromon nima deydigan bo'lsangiz, qisqacha qilib aytaman. U yo'q narsa va uni shunday deb sotishadiki, eringizga yoqib qoladigan, buni bitta sepsangiz eringiz sizdan ketolmay qoladigan deydi ayol sotuvchilar. Erkaklar bo'lsa, o'g'il bola sotuvchi bo'lsa, qizlaringiz shuni o'tiradigan va bitta sepsangiz hamma qizlar sizga qaraveradigan, hamma so'raydigan deyshadi. Bilib qo'ying, 100% yolg'on bu narsa. Kim bor desa, bu narsani haqiqat deb bilsa, $5000 pul mukofoti va'da qilganimizda isbotlab berib bilsa. Qarang, mana shu yerdagi har qanday atir qaysidir qizga yoqadi, qaysidirga yoqmaydi. Va mana shu yerdagi har qanday atir qaysidir o'g'il bolaga yoqadi, qaysidir yoqmaydi. Bu nima degani? Bu hammani tabi har xil. Siz individual shaxssiz, siz bir xil emassiz. Sizni o'rtog'ingizga yoki akangizga qanaqadir hid yoqqan bo'lsa, sizga ham 100% o'sha yoqadi degani emas. Hammani tabi, vkusi har xil. Va feromon va hammaga yoqadigan atirni, hidni bu Alloh yaratadi. Inson bunaqa hid yarata olmaydi.